Demak, hisobimizga pul to'ldirishni ko'rib chiqamiz. Poyestda Hamko Pay bot deb yozamiz. Bot chiqdi. Ishga tushiramiz. Hisob to'ldirish tugmasini bosamiz. Export knopkasini belgilaymiz va ID raqamimizni kiritamiz. Demak, pul yubormoqchi bo'lgan kartamizni kirgizamiz. Kiritdik. Endi summani kiritamiz. Biz 10 ming tashib ko'ramiz. Mana 10 ming so'm. To'g'ri. Endi bizga bot ko'rsatilgan kartaga 10 ming so'm emas, 10 ming 16 so'm yuborishimizni ko'rsatyapti. Demak, pul yuboradigan ilovaga kiramiz va pul yubormoqchi bo'lgan kartamizga demak 10 ming 16 so'mni belgilaymiz. O'tkazilsin. Bo'ldi. Endi botga qaytamiz va tasdiqlash tugmasini bosamiz. Bo'ldi. Hisobingizga o'tdi deb ko'rsatyapti. Demak, 3% bonus bilan 10.316 so'm pul ketganini ko'rsatyapti. Expertga kirib tekshira olamiz, bo'ldi. Mana ko'rib turibsiz, 10.316 so'm ko'rsatilgan summa. 10.316 so'm 48 so'm mablag' kelib tushgan 21:19 da. 21:19.